Toshkentda Onyx va yo'l-patrul xizmati mototsikllar to'qnashdi. Bir kishi vafot etdi. Turkmanistonda 6 nafar bola va ularning otasi o'limi ortidan O'zbekiston sim kartalariga reyd boshlandi. Afg'oniston vaziri O'zbekistonning tuziga tupurdi. Hukumat uzr so'rayapti. Rossiya Ukraina portiga zarba berdi. Qurbonlar bor. Toshkentda Onyx va yo'l-patrul xizmati mototsikllar to'qnashdi. Bir kishi vafot etdi. Ijtimoiy tarmoqlarda bir nechta mototsikllar Onyx avtomobili bilan to'qnashib ketgani aks etgan video tarqaldi. Yo'l harakat xavfsizlik xizmati ushbu yo'l transport hodisasida bir kishi vafot etgani haqida ma'lum qildi. Ma'lum qilinishicha, joriy 2026-yilning 16-iyul kuni soat 18:30 larda poytaxtning Do'rmon yo'li ko'chasi bo'ylab 3 nafar yo'l-patrul xizmati inspektorlari patrullik mototsikllarda harakatlanib ketayotgan vaqtida G'azalkent ko'chasida chorrahaga kirib kelgan Onyx rusumli transport vositasi bilan to'qnashib ketgan. Natijada patrullik mototsiklni boshqarib kelgan bir nafar yo'l-patrul xizmati xodimi olgan tan jarohatlari sabab voqea joyida vafot etgan. Hodisada tan jarohat olganlarga tibbiy yordam ko'rsatilmoqda. Tarmoqlarda mazkur yo'l transport hodisasi kortej kuzatuv vaqtida sodir bo'lgan haqidagi taxminlar bildirilmoqda. Yo'l harakat xavfsizlik xizmati bu ma'lumotlar mutlaqo asossiz ekanini, tarmoq vakillaridan asoslantirilmagan xabarlarni tarqatmaslikni so'ragan. Hozirda mazkur holat yuzasidan tergovoldi surishtiruv harakatlari olib borilmoqda. Turkmanistonda 6 nafar bola va ularning otasi o'limi ortidan O'zbekiston sim kartalariga reyd boshlandi. Turkmanistonda O'zbekiston aloqa operatorlarining sim kartalaridan foydalanuvchi fuqarolarni aniqlash bo'yicha reydlar o'tkazilmoqda. Bu haqda Ozodlik radiosi xabar berdi. O'zbekiston bilan chegaradosh Toshhovuz viloyatining 60 dan ortiq aholi punktlarida yashovchi fuqarolar tekshirilmoqda. Xususan, so'nggi bir necha kun ichida Diovar qishlog'ida 10 ta oilaning O'zbekiston sim kartalari musodara qilingan. Ayrim hollarda huquq targ'ibot idoralari xodimlari qat'iy ogohlantirish berish bilan cheklanmoqda. Xususan, odamlar vaqt o'tkazish maqsadida internetga kirayotganini tushuntirganda yoki gumonlanuvchilarning jarimani to'lashga qurbi yetmasligi ma'lum bo'lganda shunday yo'l tutilmoqda. Biroq ko'p hollarda xorijiy aloqa operatorlaridan foydalanganlikda ayblanganlarga 50 ming manat, rasmiy kurs bo'yicha 10 tur $3,000, qora bozor kursi bo'yicha esa 2,5 ming dollardan sal ko'proq miqdorda jarima yoki qamoq jazosi bilan tahdid qilinmoqda. Bunga shu kabi harakatlarning xorijiy davlat foydasiga josuslik sifatida baholanishi sabab qilib ko'rsatilmoqda, deyiladi xabarda. Jurnalistlar bilan suhbatlashgan chegara oldi hududlari aholisining aksariyati O'zbekiston aloqa operatorlari tarmog'iga ulangan mobil aloqa va Wi-Fi routerlardan foydalanishni afzal ko'rishni bildirdi. Chunki Turkmaniston kompaniyalari signali kuchsiz yoki ular orqali internetga kirishning mutlaqo imkoni yo'q. Foydalanuvchilardan birining so'zlariga ko'ra, O'zbekiston mobil operatorlarining internet tezligi Turkmanistonlikdan 300 baravar yuqori. Hukumatimiz fuqarolarni sifatli aloqa bilan ta'minlay olmaydi. U faqat buni bostirishi va bloklashi mumkin, dedi chegara hududida yashovchi fuqarolardan biri. Shu bois O'zbekistonga ish yuzasidan tez-tez borib turadigan turkmanistonliklar u yerdan sim karta va routerlar olib keladi. Ishbilarmon aholi esa hamqishloqlarga xorijiy operatorlarga ulanish xizmatini 200 manatga, rasmiy kurs bo'yicha $57, qora bozor kursi bo'yicha esa $10 sotadi. Shuningdek, uskunalarni ro'yxatdan o'tkazishga yordam beradi. Eng ommaviy tarmoqlar esa O'ztelekom va Ucell hisoblanadi. Taxminlardan biriga ko'ra, Toshhovuz viloyatida bir erkak o'zining 6 nafar farzandini va o'zini otib o'ldirgani haqidagi xabar internetda tarqalib ketishi politsiyaning O'zbekiston sim kartalariga ov boshlashiga sabab bo'lgan. Go'yoki bu fojia haqidagi xabarlar aynan qo'shni davlat operatori taqdim etgan mobil internet orqali qaratilgani aytilmoqda. Shu bilan birga kuch ishlatar tuzilmalarda O'zbekiston sim kartalarini masofadan kuzatishga qodir maxsus uskunalar mavjud emas. Shuning uchun qoidabuzarlarni aniqlashda ular o'z xodimlarini jalb qilmoqda. Afg'oniston vaziri O'zbekistonning tuziga tupurdi. Hukumat uzr so'rayapti. Afg'onistondagi Tolibon muvaffaq hukumatining fazilatlarini targ'ib qilish va yomonliklarning oldini olish vaziri Xolid Hanafiy O'zbekiston haqida tanqidiy bayonot berib, bir vaqtlar islom sivilizatsiyasi va ilm-fanning eng muhim markazlari bo'lgan Samarqand, Buxoro, Termiz shaharlarida bugun islomning faqat nomi qolganini da'vo qildi. Bu haqda u joriy yilning 10-iyul kuni Afg'onistonning janubiy-sharqiy viloyatlaridan kelgan ulamolar bilan uchrashuvda gapirdi.
Vazir islom ummatiga rahbarlik qilish vazifasi ulamolar zimmasida bo'lishi lozimligini qayd etgan va O'zbekiston diniy ulamolarini ham tanqid qilgan. Shuningdek, Tolibon mulozimiga ko'ra, O'zbekiston boy islomiy merosga ega bo'lishiga qaramay islomdan ancha uzoqlashgan. Biroq Afg'onistondagi hukumat O'zbekiston haqidagi ushbu bayonot mutlaqo haqiqatga to'g'ri kelmasligini bildirib, uni keskin rad etdi. Bu haqda Fazilatlarni targ'ib qilish va yomonliklarning oldini olish vazirligining Afg'onistondagi O'zbekiston Respublikasi elchixonasiga yo'llagan raddiyasida so'z borgan. Raddiya matni Qalampir.uz'ga O'zbekiston Respublikasi Tashqi ishlar vazirligi tomonidan taqdim etildi. Bildirilishicha, O'zbekistonning Qobuldagi elchixonasi ushbu xabarlar yuzasidan zudlik bilan tegishli o'rganish ishlarini olib borgan. 16-iyul kuni Qobuldagi O'zbekiston elchixonasi nomiga Fazilatlarni targ'ib qilish va yomonliklarning oldini olish vazirligi tomonidan raddiya murojaati kelib tushgan. Qayd etilishicha, unda ayrim doiraviy va ommaviy axborot vositalari vaqti bilan ikki qardosh davlat o'rtasidagi ishonch va yaxshi qo'shnichilik munosabatlari muhitiga putur yetkazishga va faktlarni buzib, ularni noto'g'ri talqin qilish orqali o'zlarining g'ayrli maqsadlariga erishishga harakat qilishi ta'kidlangan. Jumladan raddiya murojaatida quyidagilar keltirilgan. Birodar, O'zbekiston bo'yicha pozitsiyamiz aniq. Ushbu yurt islom ummatining ko'plab buyuk ulamolari, jumladan Imom Buxoriyning muqaddas vatanidir. Afg'oniston va O'zbekiston o'rtasida chuqur diniy, tarixiy, madaniy va xalqlar mushtarakligi mavjud. Biz ushbu munosabatlar va o'xshashliklarni alohida qadrlaymiz. Shu bois ayrim ommaviy axborot vositalari va ijtimoiy tarmoqlarda O'zbekiston deb salbiy talqin qilingan bayonot va chiqishlar haqiqatga mutlaqo to'g'ri kelmaydi. Biz bunday da'volarni qat'iyan rad etamiz va ularni faktlarni buzish deb ataymiz. Shuningdek, raddiyada ikki davlat o'rtasida birodarlik, o'zaro hurmat va yaxshi munosabatlar muhiti bundan keyin ham yanada mustahkamlanishiga ishonch bildirilgan. Rossiya Ukraina portiga zarba berdi. Qurbonlar bor. 17-iyul kuni ertalab Rossiya Ukrainaning Mikolayev shahridagi port infratuzilmasiga dronlar bilan hujum qildi. Oqibatda chet el bayrog'i ostidagi kemada bo'lgan 2 nafar Ukraina fuqarosi halok bo'lgan. Bu haqda Ukrinform xabar berdi. Qayd etilishicha, hujum Shahid 238 turidagi jangovar dronlar yordamida amalga oshirilgan. Zarba oqibatida port hududida turgan chet el bayrog'i ostidagi 3 ta fuqarolik kemasiga shikast yetgan. Mazkur holat yuzasidan Ukraina Jinoyat kodeksining 438-moddasi 2-qismi, ya'ni odamlar o'limiga sabab bo'lgan urush jinoyatlari bo'yicha sudgacha tergov boshlangan. Prokuratura, tergovchilar va boshqa huquqni muhofaza qiluvchi organlar xodimlari voqea joyiga ish olib borib, hujum oqibatlarini hujjatlashtirmoqda. Shuningdek, Rossiya Xarkov viloyatidagi Naftogaz guruhining gaz ishlab chiqarish obyektlaridan biriga ham yirik dron hujumlari amalga oshirgan. Zarba oqibatida korxona faoliyati to'xtatilgan. Kompaniya ma'lumotlariga ko'ra, xodimlar boshpanalarga joylashtirilgan va ko'rilgan xavfsizlik choralari tufayli hech kim jarohatlanmagan. Hozircha yetkazilgan zarar miqdori aniqlashning imkoni bo'lmayotgani, takroriy zarbalar xavfi saqlanib qolayotganini bildirilgan. Qayd etilishicha, joriy yil boshidan buyon Naftogaz guruhi korxonalariga uyushtirilgan hujumlar soni 250 taga yetgan.